Allohning do'sti Ibrohim alayhissalom. Ibrohim alayhissalom Furot daryosi yaqinida Bobil shahrida dunyoga kelgan. Barcha payg'ambarlar singari u ham odamlar ichidan tanlangan bir payg'ambar edi. Alloh taolo har bir payg'ambarning o'ziga xos xususiyatini yuzaga chiqarib, shu xususiyat bilan tanilishini istagan. Ibrohim alayhissalom ham halim qalbli, saxiy, mehmondo'st, odamlarning yaxshiligi uchun ko'p duo qiluvchi payg'ambar edi. U zot odamlar tutayotgan yo'l xato va botil ekanini ko'rar, g'amgin bo'lar, vazifasini bajarish uchun astoydil harakat qilar. İnsonlarning bu holatidan tashvishlanib ohlar chekardi. Shuning uchun Qur'oni Karimda uni ko'p oh chekuvchi deb ham zikr qilingan. Ibrohim alayhissalomning Allohga butunlay bog'lanib ibodat qilishi xush kelib, Alloh taolo uni Halilim, ya'ni do'stim deb atadi. Ibrohim alayhissalom tug'ilgan shahar odamlari ham Allohni unutib, yulduzlar va butlarga ibodat qila boshlagan, butun boshli butxonalar qurishgan edi. Yulduzlarga qarab bashorat qiladigan kohin deyiluvchi insonlarning gaplariga qarab yashashar, hayotlarini rejalashtirardi. Bobilliklar butlar foyda ham, zarar ham berishiga ishonar, shu bois ularga atab qurbonliklar qilishardi. O'sha paytda Bobil va uning atrofini Namrud ismli podshoh boshqarar va u o'ziga nihoyatda katta baho berib, mol-mulki, savlati bilan maqtanar, hammadan ustun ekanini da'vo qilardi. Bora-bora u o'zini odamlarning ilohi deb e'lon qildi. Bir kuni kohinlar Namrudning halovatini yo'qotuvchi bir xabarni berishdi. Ular yaqinda Bobilda bir bola dunyoga kelib, Namrudning hukmronligiga nuqta qo'yishini aytdi. Namrud buning oldini olish uchun odamlarni chaqirib, Bobilda yangi tug'ilgan va tug'ilajak o'g'il bolalarni o'ldirishni buyurdi. Amr bajarildi. O'nlab murg'ak bolalar o'ldirildi. Bu paytda Ibrohim alayhissalomning onasi so'g' xabarni eshitishi bilan shahardan chiqib, bir g'orga berkingan edi. Mabodo o'g'il tug'ib qolsa, u o'g'il tug'ilsa ham farzandini qattiq qo'riqlashga ahd qilgandi. Ibrohim alayhissalomning otasi Ozar ularni xavotir bilan izlardi. Ozar but yasab sotar va shuning ortidan oila boqardi. Bu kasbi tufayli Namrud ham uni tanir, e'tibor qozongandi. Ibrohim alayhissalom g'orda tug'ildi. Bir necha oy shu yerda qoldi. Bolalarni o'ldirish haqida amrlar unutilgach, onasi bilan shaharga qaytib yashay boshladilar. Ibrohim alayhissalom juda yoqimtoy bola edi. Kichkinaligidanoq boshqa bolalardan farqli, zakiyligi bilinardi. Otasi uni butlar ibodatxonasida ishlatardi. Bir kuni uni but sotish uchun bozorga yubordi. U esa butlarning boshidan ip o'tkazib, o'zini ham qo'riy olmaydigan, o'ziga ham foyda yo zarar bera olmaydigan butlar sotaman deb odamlarning e'tiborini tortdi. Bu gap darhol otasiga yetkazilib, o'g'lidan shikoyat qilindi. Otasi bu ishi uchun Hazrati Ibrohimdan juda jahli chiqdi. Axir butlarga ibodat qilish va hurmat ko'rsatish ota meros ishlardan edi. Hech kim Allohga ibodat qilish, o'limdan so'ng qayta tirilish borligi, unga hozirlik ko'rish lozimligi haqida o'ylamasdi. Shu bois bu bolaning gapi ko'pchilikda tahlika uyg'otgandi. Ibrohim alayhissalom esa bolaligidanoq butlarga ishonish va ularga ibodat qilishning botil e'tiqod ekanini bilgan edi. Bolalik ortda qolib, ulg'aygani sari xalqning yanglish ishlari uni ko'proq bezovta qilardi. Buni to'g'irlash lozim edi. Har bir harakati bilan odamlarni aql ishlatishga undar, Allohning borligi va birligini eslatardi. U va xalq orasida shunday suhbat bo'lgan edi. Uni tun o'rab olganida yulduzni ko'rib,
mana shu Robbimdir dedi. U botib ketganida esa botuvchilarni yoqtirmasman dedi. Chiqayotgan oyni ko'rganida mana shu Robbimdir dedi. U ham botganida agar Robbim meni to'g'ri yo'lga boshlamasa, albatta adashuvchilardan bo'laman dedi. Quyoshning chiqayotganini ko'rib, mana shu Robbim, bu kattaroq dedi. U ham botib ketganida, ey qavmim, men siz shirk keltirayotgan narsadan voz kechdim dedi. Albatta men hanif holda yuzimni osmonlar va yerni yaratgan zotga yuzlantirdim va men mushriklardan emasman. Va qavmi u ila tortishdi. U dedi: men bilan Alloh haqida tortishasizlarmi? Holbuki u meni hidoyat etdi. Agar Robbim biror narsani iroda etgan bo'lmasa, u zotga shirk keltirayotgan narsangizdan qo'rqmasman. Robbim barcha narsani o'z ilmi ila qamrab olgan. Eslatma olmaysizlarmi? Ibrohim alayhissalom bu gaplari orqali xalqining hozirga qadar o'ylamagan narsalari haqida fikr qilib ko'rishini istardi. Ammo ishonishni istamaganlar haqiqatni eshitib, ko'rib ham ishonmasdi. Qur'oni Karimda Ibrohim alayhissalom otasi va xalqi orasida bo'lgan gaplar bunday bayon qilinadi. O'shanda u otasi va qavmiga nimaga ibodat qilmoqdasizlar degan edi. Sanamlarga ibodat qilmoqdamiz va ularga ixlos ila ibodat qilishda bardavom bo'lamiz dedilar. U Ibrohim dedi: iltijo qilganingizda ular sizni eshitadilarmi? Yoki naf yoki zarar yetkaza oladilarmi? Ular yo'q, ota-bobolarimizning shunday qilayotganlarini ko'rdik dedilar. U Ibrohim dedi: nimaga ibodat qilayotganingizni bildingizmi? Siz va qadimgi otalaringiz olamlarning Robbidan boshqa ularning barchasi menga dushmandir. U meni yaratgan zotdir. Meni hidoyat qiladigan ham uning o'zi. Meni yediradigan ham, ichtiradigan ham uning o'zi. Bemor bo'lganimda menga shifo beradigan ham uning o'zi. Meni o'ldiradigan, so'ngra tiriltiradigan ham uning o'zi. Qiyomat kuni xatoyimni mag'firat qilishidan umidvor bo'lganim ham uning o'zi. Robbim menga hikmat va hadya et va meni solihlarga qo'shgin. Men uchun keyin keluvchilar ichida sodiq maqtovlar bo'ladigan qilgin va meni jannati naim vorislaridan qilgin. Va otamni mag'firat qil. Albatta u adashganlardan bo'ldi. Va qayta tiriltiriladigan kunda meni sharmanda qilmagin. U kunda na mol manfaat berar va na bolalar. Ammo kim Alloh huzuriga toza qalb ila kelsa, mustasno. Ibrohim alayhissalom ayniqsa oila a'zolarining o'ziga ishonmaganiga xafa bo'lar. Otasi esa uni ota-bobolari diniga xiyonat qilganlikda ayblardi. O'shanda u otasiga dedi: ey otajon, nima uchun eshitmaydigan, ko'rmaydigan va senga biron foyda bermaydigan narsaga ibodat qilasan? Ey otajon, senga kelmagan ilm menga keldi. Bas, menga ergash. Seni to'g'ri yo'lga boshlayman. Ey otajon, shaytonga ibodat qilma. Albatta shayton Rohmanga osiy bo'lgandir. Ey otajon, men seni Rohmon tomonidan azob tutishidan va shaytonga do'st bo'lib qolishingdan qo'rqaman. Otasi: ey Ibrohim, sen mening xudolarimdan yuz o'giruvchimisan? Qasamki, agar to'xtatmasang, seni toshbo'ron qilaman. Mendan uzoq ket, dedi. Ibrohim: omon bo'l. Endi Robbimdan seni mag'firat qilishini so'rayman. Albatta u menga mehribondir. Sizlardan ham Allohdan o'zga iltijo qilayotgan narsangizdan ham chetlanaman va Robbimga iltijo qilaman. Shoyatki Robbimga iltijo qilish ila badbaxt bo'lmasam dedi. Otasi shu tariqa Ibrohim alayhissalomni uydan quvdi. U endi yolg'iz qolgandi. Biroq to'g'riligi, Allohga tamoman bog'lanib ibodat qilgani bois yaratgan uni do'stim dedi. Axir Allohga do'st bo'lishdan ortiq baxt bormi dunyoda? Xalq va Namrud Ibrohim alayhissalomning gaplarini
hazm qila olmas, u zot keltirgan mantiqli, aqlga mos misollarni rad etishardi. Ibrohim alayhissalom esa uyidan quvilgan bo'lsa ham da'vat etishdan to'xtamas, botil ishonch va xurofotga qarshi kurashishda davom etardi. Bir kuni butun shahar ahli bayramga kelishganda u zot bir ish qildi. Butxonadagi hamma butlarni sindirdi va eng kattasini butun qoldirdi. Butlarni sindirgan boltasini o'sha butning bo'yniga ildi. Bayramdan qaytgan xalq ko'rsaki, hamma butlar sindirilgan. Boshlariga balo keladiganday sarosimada qolishdi. Ibrohim alayhissalomni so'roqqa tutishdi. Kim ilohlarimizni bunday qildi? Albatta u zolimlardandir, dedilar. Ularni tilga olayotgan bir yigitni eshitgan edik. Uni Ibrohim deyishardi, dedilar. Uni odamlarning ko'z oldiga olib kelinglar, shoyatki guvoh bo'lsalar, dedilar. Ibrohim kelgach, ilohlarimizni sen bunday qildingmi ey Ibrohim, dedilar. Yo'q, buni mana bu ularning kattasi qildi. Agar gapiradigan bo'lsalar, ulardan so'rab ko'ringlar, dedi. Bas, ular o'zlariga keldilar va albatta sizlar o'zingizga zolimdirsizlar, dedilar. So'ngra yana boshlari aylanib, battahqiq bularning gapirmasligini bilar eding, dedilar. Allohni qo'yib, hech manfaat ham, zarar ham bermaydigan narsaga ibodat qilasizmi? Sizga ham, Allohni qo'yib ibodat qilayotgan narsalaringizga ham sufi. Axir aql yuritib ko'rmaysizlarmi, dedi Ibrohim. Ibrohim alayhissalom bu gaplari bilan ularni juda darg'azab qilgandi. Endi ular Ibrohim alayhissalomni yo'qotishni istashardi. Voqeani eshitgan Namrud Ibrohim alayhissalomni chaqirdi. Uning qarshisida hamma ta'zim bajo keltirdi. Ibrohim alayhissalom esa ta'zim qilmadi. Namrud sababini so'radi. Men Robbimdan boshqasining oldida ta'zim, sajda qilmasman, dedi. Namrud Robbing kim deb so'radi. Ibrohim alayhissalom u hamma narsani tiriltiradi va o'ldiradi, dedi. Namrud bu ishni men ham qilaman, dedi va ikki mahkumni olib kelib, birini o'ldirtirdi, ikkinchisini ozod qildi. Ibrohim alayhissalom mening Robbim quyoshni sharqdan chiqaradi. Modomiki sen iloh bo'lsang, quyoshni g'arbdan chiqarchi, dedi. Namrud bu gap qarshisida ojiz qoldi. Chunki bu ish qo'lidan kelmasdi. Uning jahli chiqdi va Ibrohim alayhissalomni yoqishni buyurdi. Xalq ham u yo'q qilinishini istardi. Chunki u zot odamlar ishongan dinini botil qilayotgandi. Shu bois jazo olishi shart deb hisoblandi. Namrudning amri bilan ulkan xandaq qazilib, katta olov yoqildi. Namrudning odamlari Ibrohim alayhissalomni olovga otishdi. Alloh taolo olovga salqin bo'l va Ibrohimni yoqma deb amr qildi. Olov Ibrohim alayhissalom uchun salqin bir bog'chaga aylandi. Ibrohim alayhissalom buning shukronasi uchun sajda qilardi. Olov Ibrohim alayhissalomni yondirmaganini ko'rgan Namrud va xalqi hayratdan tilini tishlab qolishdi. Ishonmaganlar shu mo'jizadan keyin ham ishonmadi. Ishonganlar uchun yangi, yorug' kunlar boshlangan edi. Ko'rdingizmi? Alloh taolo yaxshi va iymonli insonlarni yarim yo'lda tashlab qo'ymaydi. Allohga do'st bo'la olgan kishiga butun dunyo birgalashib ham zarar yetkazolmaydi.